nemis tilidan voz kechishimga sababchi bo'lgan 3 ta narsa. Tak, hozir sanab bergan bo'lsam, asr ketadi. Shuning uchun ham sizlarga konkret bitta metotimni ko'rsataman. Xullas, men nemis tilini o'rgangan vaqtimda juda ham nemis tilini yomon ko'rganman. Buni meni uzoq vaqtdan beri kuzatib kelayotgan obunachilarim juda ham yaxshi bilishadi. Men juda ham ko'p bu haqida gapiraman. Ha, bu haqiqat. Nemis tilini juda ham yomon ko'rganman, hattoki nafrat ham paydo bo'lgan. O'sha vaqtlari nemis tilini har bitta so'zni yodlagan sari menda asab tolalarim o'zilardi. Undan tashqari tunlari yig'lab chiqardim. Nemis tiliga bo'lgan travma paydo bo'lgan o'sha vaqtlari. Nemis tili kitobini ko'rsam, ko'nglim ayniydigan darajada yomon ko'rganman. Vaholanki endi savol berish mumkin. Shunchalik bu tilni yomon ko'rgan ekansiz. Nima uchun va qanaqa qilib o'rgandingiz? Men sizga hozir shu sababini aytaman va shuni bitta gap bilan tushuntirib beraman. Men sizga tilga bo'lgan muhabbat toping, buni seving, buni yaxshi ko'ring demayman. Mana shu tilda o'z kelajagingizni ko'ryapsizmi? O'rganing. Men yomon ko'rgan bo'lsangiz ham, nafratlansangiz ham o'rganing. Men bu tilda o'z kelajagimni ko'ra olganman va aytganman, ras shu narsaga sana kelajaging yozilgan bo'lsa, davay o'rgan oxirigacha. Xo'p, demak, sabab mana shu bo'lgan. Nemis tilini baribir yomon ko'rgan bo'lsam ham o'rganganligim sababi. Xo'p, ikkinchisi, qanaqa o'rgandim? Ikkinchi sababim juda ham ya'ni javobim nabechniy bo'lishi mumkin. Hozir bu sababimni eshitishdan oldin diqqat aytaman, hammani o'zining shaxsiy metodi bor va hammani o'zining shaxsiy fikri bor. Okay? Tak, men nemis tilini o'zbek tilida emas, koreys tilida o'rganganman. Da. Koreys o'qituvchi emas, koreys tilida. Xo'p, nima uchun? Nima uchun o'zbek tilida emas? Men nemis tilini o'zbek tilida o'rgangan vaqtimda juda katta stress olganman. Nimaga bilmayman. Har so'z o'tlaganimda miyamda отказ bo'lardi. Hey, bo'lmaydi, отказ bo'lmaydi, yodlamaysan. Stop, chonsni tanamayga qarab. Keyin bundoq okay, please wait dedim-da. Keyin bundoq qarasam, вот, menda boshqa til bor edi. Nemis tilidan tashqari menda koreys tilini ham bilardim. Xo'p, koreys tilini o'sha vaqtda ham yaxshi bilganman, hozir ham bilaman. Juda ham yaxshi. Topik oldim borligi uchun men bemalol gaplasha olganman. Vaholanki shunaqa qilib men darajam abruki bo'lgan vaqtdan boshlaganman. Xo'p, tilni koreys tilida qanaqa o'rgandim? Mana siz lug'at yozasiz, to'g'rimi? Lug'atni sizlar bilmadim, qaysi tilda yozasiz? Ingliz tili biluvchilar ingliz tilida, rus tili biluvchi rus tilida, lekin o'zbek tili biluvchi o'zbek tilida. Вот, men nimada yozganman? Hech kim yozmaydigan uslub, hech kim foydalanmaydigan uslublardan biri bu koreys tili. Mana, ko'rishingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Hozir siz buni bitta ekan-ku, namuncha, bundan keyingi betlar o'zbekcha bo'lsa kerak-ku, deysiz. Yo'q, hozir qarang. Mana buning 3-leksiya, ko'ryapsizmi? Hozir men sizga ko'rsataman. Tak, 14-leksiya. Mana. 14-leksiya. Ko'ryapsizmi, koreys tilida, polni koreys tilida. O'sha vaqtda men hozir mana shu kitobdan onlayn dars o'taman. Mana shu sizlar o'qiyotgan kitobni men o'qiganman o'z vaqtida. Vaholanki o'sha kitobni men koreys tilida o'rganganman. Nimadir so'z bilmay qoldimmi, lug'at to'ldirishim kerakmi, yozishimni koreys tilida yozganman. Nima uchun? Sababi menga shu til sal qulayroq bo'lgan va mana shu tilda yodlagan vaqtimda miya 100% ushlab qolgan, ishoning. Prosta anaqa saqlanib qolasizlar-ku, esladingizku, o'shanaqa miyada buyruq bo'lgan. Bu narsa dars davom etganman. Bu narsani, ya'ni tilni nemisini polni koreys tilida hozirgacha yozib boraman. 2-3 ta bet shunaqa bo'lsa kerak. Yo'q, polni mana shu nemis tilini koreys tilida bitta ham ko'ryapsizlarmi? Ya'ni men bu tilni boshqa tilda o'rganganman, o'zimga qulay bo'lgan tilda. Bu bilan nima demoqchiman? Siz tilni, ya'ni boshqalarning aytgan metodi bilan emas, o'zingizga qulay bo'lgan metodda o'rganing. Kimnidir metodi o'ziga qulay bo'lgandir, yordam bergandir, balki sizga yordam bermas. Va tilni o'zingizga qulay bo'lgan tilda o'rganing. Bo'ldi, men shu millat vakiliman, shunda o'rganaman emas, sizga qaysi til yordam beryaptimi, ta'sir bo'lyaptimi, davay shu tilda bosing. Bu men sizga, ya'ni opalik, singillik, o'qituvchilik maslahatim. Buni men konkretni qiling, долженsiz demoqchi emasman. Prosta menga shu narsa nafratlanadigan tilimni C2 darajada o'rganishimga va C2 sertifikatni olishimga yordam bergan. Va hozirgacha mabodo bironta so'zni bilmay qolsam, переводini koreyskada qidiraman-da, tarjimasini keyin qilaman yoki bironta so'zni mabodo yodlashim kerak bo'lsa, koreys tilida qidiraman. Buni nima uchun aytaman? Sababi bu narsa shunaqa narsaki, sizda qanaqadir tuyg'u bo'lishi mumkin, siz uni bilmaysiz. Hozir men aytmoqchi emasman, voy o'zbek tilidan. Yo'q, men ona tilini juda ham yaxshi ko'raman. O'zimizda O'zbekistonda tug'ilganman. Prosta menga shu til menga yordam bergan. Agar sizga mana shu video foydali bo'lgan bo'lsa, hozir like va podpiska bosib qo'ying. Bundan da qiziqarli metodlarni mana sahifamda topasiz. Bis zum nächsten Mal.